Barchaga salom. Ayrim ranglarni farqlay olmaydigan insonlar mavjud. Bunday insonlar daltoniklar deb ataladi. Bugungi havoladan sizning ranglarni qay darajada farqlay olishingiz hamda daltonik belgilari bor yoki yo'qligi haqida bilib olasiz. Tayyormisiz? U holda boshladik. Siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ushbu tasvirda nimani ko'ryapsiz? Agar siz 96 sonini ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz ko'zlari ko'radigan insonsiz. Ushbu tasvirdan ko'zning normal ko'rish holatini tekshirish uchun foydalaniladi. Deyarli barcha insonlar bu tasvirda 96 raqamini ko'radilar. Keyingi tasvirda nimani ko'rmoqdasiz? Uchburchak va aylananimi? To'g'ri, demak siz insonsiz va ko'zlaringiz ko'rmoqda. Bu tasvir ham daltoniklarni aniqlashda, shuningdek, hali raqamlarni tanimaydigan bolalar uchun qo'llaniladi. Ushbu tasvirdagi raqamni aniqlashga urinib ko'ring. Agar siz 9 raqamini ko'rayotgan bo'lsangiz, demak ko'rish o'tkirligingiz joyida. Agar siz 5 raqamini ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz ayrim sarg'ish, yashil, binafsha rang va moviy ranglarni farqlay olmaydigan bo'lasiz. Bo'ldi, ko'zim yaxshi ko'rarkan deb o'ylamang. Oldinda sizni yanada qiyin suratlar kutmoqda. Ushbu tasvirdan geometrik shaklni farqlashga urinib ko'ring. Agar siz uchburchak shaklini ko'rayotgan bo'lsangiz, demak sizda hammasi joyida. Biroq aylanani ko'rayotgan bo'lsangiz, demak sizda ranglarni farqlash bo'yicha biroz muammolar mavjud. Ushbu tasvirda raqam yashiringan. Uni topishga urinib ko'ring-chi. Agar siz 13 raqamini ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz daltonik emassiz. Agar siz 6 raqamini ko'rayotgan bo'lsangiz, demak sizda yashil va ko'k rangni farqlash yuzasidan muammolar mavjud. Ushbu tasvirdan geometrik shaklni toping. Agar siz aylana va uchburchakni farqlay olsangiz, demak sizda ko'z o'tkirligi yaxshi, ya'ni daltonik emassiz. Agar aksincha bo'lsa, demak siz daltoniksiz. Ushbu tasvirda ikkita raqam mavjud. Ularni izlab ko'ring-chi. Normal ko'rish o'tkirligidagi insonlar tasvirda 96 raqamini ko'radilar, ammo yashil rangni farqlay olmaydigan insonlar ushbu tasvirda faqat 6 raqamini ko'radilar. Keyingi tasvirda bitta raqam mavjud. U qaysi raqam? Normal ko'rish o'tkirligiga ega insonlar ushbu tasvirdan 5 raqamini oson farqlashadi. Biroq daltonik insonlar ushbu sonni umuman ko'rmaydilar yoki ko'rishga qiynaladilar. Ushbu tasvirga diqqat bilan e'tibor bering va unda qaysi raqam yashiringanini ayting. Agar siz 9 raqamini farqlagan bo'lsangiz, ko'zlaringiz bilan muammo yo'q. Agar 6 yoki 8 raqamini farqlagan bo'lsangiz, sizda yashil va havo rangni ko'rish, qabul qilish qobiliyati susaygan. Ushbu tasvirda 3 ta raqam mavjud. Ularni topishga urinib ko'ring-chi. Agar siz 136 raqamini ko'rgan bo'lsangiz, demak siz daltonik emassiz. Agar siz tasvirda 66, 68 yoki 69 raqamlarni farqlagan bo'lsangiz, demak sizda sarg'ish yashil va havo ranglarni qabul qilish qobiliyati yaxshi emas. Sizga qaysi ranglarni ko'rish qiyin bo'ldi? Bu haqida kommentariyada yozib qoldiring.
ko'z o'tkirligini tekshirib oldik. Ana endi o'z psixologiyangizni bilishni xohlaysizmi? U holda mana bu videomizni tomosha qiling. Videoga yo'nalishni izohlarda yozib qoldiraman. Videoga like bosish va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.